Choshtepa metro bekatining shunday yonida joylashgan BM Groupda 2 xona 56 kvadrat neoklassika uslubda remont qilib qo'yilgan mebel texnikasi bilan shunday kirib yashaydigan kvartiramiz chiqdi. Narxi 68.500 dollarga baholandi. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda uzun koridor, mana chap qo'lga chiroyli qilib shkaflardan qo'yib qo'yganlar. Bu tarafda mana hojatxona, sanuzilar alohida. Ko'rishlaringiz mumkin. Va shkafni ham yaxshisidan tanlagan ekanlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ochilishi ham, yopilishi ham ajoyib. Bu tarafda to'g'rida oshxonasi, hozirgi zamon talabidan kelib chiqqan holatda hozirgi oshxona bilan zal o'zi birlashib ketilyapti. Mayda kvadratli uylarda mana ko'rib turgan mebel, texnika hammasi qolyapti. Gazda ovqat qilinadi, gazda uy isitiladi. Unda o'tganimizda mana har bitta xonaga alohida rang tanlaganlar. Bu tarafda mana kattakon yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi. Mana chiroyli bu yerda ham shkaflar yasatib qo'ygan. Arendaga qo'yaman desalaringiz, kamida turishiga 500 dollar, agar chet elliklar qo'yaman desalaringiz, kassa tovoqgacha qilib berib 600 dollarga bemalol qo'ysalaringiz bo'ladi. Balkoni bu tarafda taxminan 1.20 ga 3 metrli balkon. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Chilonzor yo'nalishidagi Choshtepa metro bekatining shunday yonida, mana yangi qo'shnilar loyihasi BM Group deyiladi, mana shu yerdagi domlarda. Pastida shunday 76-davlat maktabi bor, yonida bog'cha, hali kartaga kiritilmabdi, yonida bog'cha bor. Bu taraf mana Choshtepa naqasi Niyozmot ota masjidi, eng yaqin masjid. Bu tarafda mana poliklinika, yana xususiy davlat maktabi, davlat bog'chasi bor. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda. Narxi 68.500 dollar. Chinor Choshtepa metro bekatining shunday yonida, birinchi metro bekati Choshtepa BM Groupda. Narxi 68.500 dollar, ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Kvadrati 56 kvadrat. Ko'rib turgan mebel texnikalari hammasi qoladi. Pastdan nomerga aloqa chiqaverasizlar.